Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbal alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Durusul Balaga namlıq yanıda balagat fasahat sahasiga qadam og'uchilar uchun tayyorlangan bu kitobchimizning Al-Xuruju ala xilafi muqtadaz zahir deyə kelgandik. Yani asli cümlede, asli kaydede cümlenin haletinin takazzasıga, muktadal halga mutabık cümleni haletinin takazzasıga uygun, şu haletinin, şu çağının telivige uygun keltiriş ne batıldı? Fasahat, balagat deb atıldı dedik. Bu haletinin talebi bazıda ne buluşu mümkün? Mesela grammatikin, nahvu kaidesiga uygun keltirish bo'lishi mumkin. Ba'zida ma'ni jihatdan bo'lib, masalan, men so'zlab o'tgan bir odamning zihni xoli odamga jumlani xabardan zihni xoli bo'lgan odamga jumlani teksiz keltirish. Agar inkor qilgan odam uchun jumlani teklab keltirish bo'lishi mumkin. Ish qilib asli qoidadan, asli bunda keltirish tegishli bo'lgan yerdan biror bir sababli, ya'ni boshqa bir sababdan zahiri haletindeki taşkı görünüşü başkasını talep kıldı, içki dünyası, içki görünüşü, dahili görünüşü başka bir işini talep kıldı. Şu sebepten cümleni dahili görünüşte asas kılıp durup keltirsek, bu şunun da batıldığı el-hurucu en muqtadaz zahir da batıldığın bu bunu biz ilgili dersi düşünüp ötken edik. Hem de bugün şu ilgili dersimizdeki devamını tekrar kılatımız. Ve minha Ved'ul haberi mevdi'al inşa. Emdi şu neminin qatardan haletinin taqazzasıdan, haletinin zahiri taqazzasıdan çıkıp onunki qarşı qarşı xilaf bilen cümleni keltirdiğen urulların qatardan ved'ul haberi mevdi'al inşa. Haber, yani haber cümleni inşa cümlenin ornuğa koyuş. Cümledeki haber cümleni asli inşa cümle keltiriş teşkil bo'lgan yerga haber cümle koyuş. Mesela haber cümleye kadar cümle, inşa cümleye kadar cümle. Mesela haber degan nima? Mesela qama, daraba, yaqumu degandek. Fi'l madi, fi'l mudari, fi'l madi, fi'l mudari deganlar nima? Haber. Ama inşa degan şu mesela fi'l amr. Fi'l amr istifham deganlar şu inşa. Shundan nima qo'yilgan yerga xabar qo'yilgan istifham yoki amr qo'yilgan yani o'rniga nima qo'yash? Xabar qo'yash mesela. Nimish qazil li gharadin birer g'arazning jihatidan, birer muddao maqsad bor. Bakan qo'ysa u shunday maqsad solib qo'ysa grammatikal xatolik hisoblanadi. Mesela kat tafauli mesela kat tafaul yani bir narsaniki yaxshilikni tilash, yaxshilikning bisharati deb bilish, oldin ola yaxshilikning bisharati qilish. Anladın? Yaxshi pal ilish deb qo'yamiz, buni yaxshi pal ilish degan gap, yani yaxshilikning bisharati deb bilish. Masalan, hadakallohu li solihil a'mal deb turadi. Bir odamga duo qilib, haqida yaxshi duo qilib, hadakallohu li solihil a'mal deb turadi. Ya'ni Alloh taolo sizni solih amallarga boshlab qo'ysin deb turadi. Asli bu cümle bir yerdeki dua cümle, dua. Yani emir sig'isi bilan keltirish kerak. Sizga biz mana hadakallohu li solihil a'mal degan asli emir degan agar. Endi emir degan agar yuqori tarafdan tuvan tarafga o'zi nima bo'lgan emir deb atalgan bo'lgan, emir sig'isi. Ammo tuvan tarafdan yuqori tarafga bo'lsa duo deb atalgan bo'lgan. Agar tang tarafga bo'lsa iltimos deb atalgan bo'lgan. Uni belki bir necha shakllarni sizga deb bergandim, u muhim bo'lgan 3 shakl. Endi miyadiki asli hadakallohu li solih amal degan nima? Bu odam duo qilmoqchi. Duo qilmoqchi. Duo qilish uchun qanday nima keltirish kerak asli? Liyahdikallohu yoki ihdikallohu desam bo'ladi. Ihdikallohu nima? Liyahdikallohu deyish kerak. Liyahdikallohu desa Allah sizni to'g'ri yo'lga boshlasin degan duo bo'ladi. Lekin
Əməliyyatda liyahdikallahu degan əmr siğəsini keltirib dua qilgandan hadakallahu degan fi'l madi siğəsini keltirib dua qilsa afzal. Nimishqa? Ya tafaul va tafaul. Qanday tafaul bor? Qanday xuddi ka'annahu hadahu. Yani xuddi Alloh taolo unga hidayat berib bo'lgandek. Xuddi Alloh taolo buning duosini ijobat qilib, hidayat berib bo'lgandek, xuddi o'tgan zamonda hidayat berib bo'lgandek bir xo'sh bishoratni ifodalaydi. Tushundingizmi? Shunga radiyallohu anhu deymiz endi. Radiyallohu anhu deymiz. Nima demak? Liyarda anhu demaymiz. Nimishqa? Radiyallohu anhu deganda xuddi bir Alloh taolo rozi ka'annahu radi. Alloh taolo rozi bo'lib bo'lgandek bir ifoda nima uchun? Tafaul uchun. Bir xo'sh bishorat, oldin ala bir bishorat. Tushundingizmi? Endi duoning ijobat bo'lishi bo'lgan nima? Qattiq zo'r ishonch chiqadi bundan. Ma bek muhim masala uchun. Duoning ijobat bo'lishi bo'lgan qattiq zo'r ishonch bo'ladi. Tushundingizmi? Shunday bo'lishi kerak. Va izhar rig'bati, hamda ba'zida rig'batni izhor qilish uchun, rig'bat. Ba'zida inshoning o'rniga xabar qo'yiladi, qanday desa, rig'batni oshkor qilish. Bir narsaga qattiq rig'bat qiladiganligini, qiziqadiganligini oshkor qilish uchun inshoning o'rniga xabar qo'yiladi. Masalan, razaqaniyallohu liqa'ak. Alloh menga siz bilan kulishni rizq qilib bersin degan edi masalan. Bu yerda asli liyarzuqniyallohu liqa'aka deyish kerak. Nimishqa razaqani desa, ya'ni ana arghabu an yarzuqaniyallohu liqa'ak degan bo'ldi. Alloh taolo men Alloh taolaniki sizga siz bilan kulishtirishini, Alloh taolaning menga siz bilan kulishishni, rizq qilib berishini qattiq rig'bat qilaman, orzu qilaman, shuni qiziqaman degan rig'batni bildiradi ba'zida. Demak, ikki o'xshash ma'noga farq bor. Duoniki bir tezroq ijobat bo'lishini, xuddi ijobat bo'lib bo'lgandagidek holatda talaffuz qilishni ifodalaydi asosan. Ba'zi chaqda val ihtirazi an suratil amri ta'adduban. Amr shaklida, suratil amri gap, ya'ni amr shaklidan, amr siyg'asidan adab saqlashning jihatidan ihtiroz, saqlanish. Adab saqlab, adab axloq, adab hurmat yusidan amr siyg'asini keltirmay, nima jumla xabarini modi yoki mudari siyg'asini keltirish. Bunda uchun bu ba'zida masalan, ki qavlika yanzuru mavlaya fi amri. Masalan, xo'jayinning birisi bunun ishini qarg'olmagan bo'lsa, ustozning birisi bunun ishini ahvol qaramagan bo'lsa, ya ustad, undur fi amri desinin bo'ladi. Xuddi bir adabsizlikda, ustoz ish qilib bo'lgandek bo'lib qolamdi. Shuning uchun ustad yanzuru fi amri desa, ustoz meni ishimga qarab baqa, ustoz meni ishimga qarab baqa desa, nayt bir umidni va adab axloqni ifodalaydi. Bevosita bo'lmagan ekan. Va aksuhu, ya'ni ustoz meni ishimga qarab baqan bo'lsa deb bizda bunday ifodalaydi. Ustoz va ish qarab baqsa, unda paslar, bir narsa qilib ketsa ustoz deb ustoz bevosita gap bo'lishgan, nayt adabsizlik bo'ladi. O'rganish kerak bu adablarni. Va aksuhu, buning aksi ba'zida hamda vadul insha mavdi'al xabar. Bunun aksi bu yine şu nimadan qatardan al-xuruju an muqtada zahir. Yani zahirning taqozzosining chiqishini qatori keldi. Masalan, vadul insha mavdi'al xabar. Ebayda nima deganda inshoning o'rniga xabarni qo'yish dedik. Endi shu xabarning o'rniga inshoni qo'yish. Masalan, lig'aradin bu cho'qim bir muddao uchun bo'lish kerak. Bakan bo'lsin bo'ladi. Bu grammatikal xatolik bo'ladi. Ka'izhari al-inayati bish-shay. Masalan, bir narsaga qattiq ko'ngil bo'lishni izhor qilish o'xshash. Bir narsaga qattiq ko'ngil bo'lishni, muhim deb qarashni izhor qilganga o'xshash. Masalan, qul amara robbi bil qisti va aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Sura Arabning 29-oyati. O'sha oyatni qaradigan bo'lsanglar, nima deyapti? Qul ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam danki amara robbi bil qisti. Mening Robbim adillik qilishni buyurdi. Mening Robbim adillik qilishni buyurdi. Ve aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Yani ve sizlar yuzinglarni her masjiddagi her namazda Allah tarafga komil mukammal yuzlantiringlar. Sizlar yuzinglarni Allah tarafga ravus qilib, Allohga yuzlaninglar. Namozinglarni komil butunlay Allohga yuzlaninglar. Yani Allohdan boshqa yuzlanmanglar. Allohga yuzlaninglar degan yerda asli qoida bo'yicha, aqida bo'yicha atf qoida biz qanday biz kerakda atf degan jumla
İnşaga cümle inşaiye, cümle haberiye gidiş gerekti asıl kaide bu için. Ve lem yakul ya da kul emre rabbi bil kısti ve ikamete vucuhikum inde kullu mescid degan bolsa nayet uygun kelgen bolatdı. Ma'tuf ma'tuf aleyhi nayet uygun kelgen bolatdı. Anda demey ani nima qilib qo'ydi? Jumla habariye ma'ni jumla inshaiye qilib qo'ydi. Es-sebep leş? Nimishqa asli qoidadan chetlab chiqib ketdi desa, yani inayeten bi emris salah. Namazın işığa Allah'ı ko'ngil bo'lganlik uchun. Shuni deb ma'ni etamiz. Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, denki mening Rabbim meni adaletga buyurdi. Yapılab ve aqimu wujuhakum bulupmu her namazda yüzleringlarni nimaga her namaz yüzleringlarni Allah Teala'ga kamil mükemmel yüzlendirishinglarga buyurdi. Bulupmu deymiz. Bulupmu şunun böyle bulupmu degan bir yani muhim degan bir ma'noni chiqarib ma'ni etimizda. Ve tahashi endi yeni bir ma'nosi ve tahashi an muvazati lahiq bis sabiq. Ba'zida qanday yaga xabar keltirgan yaga xabar jumla keltirgan yaga insho jumla keltiriladi desa, ya'ni ilgari kelgan jumlaga keyin kelgan jumla barobar bo'lishdan hoshirga pak bo'ladiganligi, barobar bo'lishdan xoli, hargizmi barobar bo'lmaydiganligi. Taşa degan xoli bo'lish degan gap, hosha degan gap, pak bo'ldi, uni xoli bo'ldi degan gap. Ya'ni ilgirki jumlaga keyingi jumla hargizmi tenglashamaydi. Tenglashamaydigan darajasi o'xshash emas. Bu shunday yerda qanday keltiriladi? İnsha keltiriladi, ya'ni uni xabar keltiriladi, ya'ni unga insha keltiriladi. Masalan, qala inni ushhidulloha vashhadu anni bari'un mimma tushrikun. Suratdagi 54-oyatda dediki, o mundaq dedi, yani o da İslam mundaq dedi. Men inni ushhidullaha. Men Allah'ni guvohchi qilaman. Vashhadu. Sizlarmu guvohchi bo'linglar. Nima guvohchi bo'linglar? Anni bari'un mimma tushrikun. Men sizlar shirk keltirgan bu butdan, bu shirk keltirgan bu Allohdan boshqa atalmış ilahlardan bizar, ada juda men. Shuni ada juda ekanligimga sizlarmu guvoh bo'lib qo'yinglar dedi. Mishada asli inni qanday deyish kerak deydi. Va lam yaqul asli qoida bo'yicha ushhidulloh degan jumla xabariya bo'lgandikin, buning atf qilinganini qanday deyish kerak deydi? Jumla xabariya bo'lib, inni ushhidulloha va ushhidukum anni bari'un mimma tushrikun degan bo'lsa, normal holatda nima qoidasiga mo, nahv qoida, grammatik qoidasiga mo va atf qoidasiga mo uygun kelgan bo'ladi. Ammo asli qoidadan chetlab chiqib ketdi. Nima uchun desa, çünkü ilgirki guvohlik bilan, yani Allohning guvohlik bo'lishi bilan bu mushriklarning guvohlik bo'lishi hargizmi nima emas, o'xshash darajada emas. Hargizmi bir martabaga yaqinmi kelinmaydi. Shuning uchun uni ayirib o'tish uchun bu ikkisiniki martabasi o'xshamaydi darajada Allohning guvohlik bo'lishidan bu kofirning guvohlik hargizmi o'xshamaydi deb ayirib o'tish uchun ani xabar sig'isi bilan manicho amr sig'isidan keltirdi. Şunun için şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qisti degan yerda o'xshash keltirdi atf qilib. Mishqa Alloh taolo olimlarning darajasiga ko'tarib o'zining guvohlik bilan o'xshash o'rinda qo'ydi bu yerda. Olimning darajasiga ko'tarish uchun. Meyadicho ayovat tushunolmay sabab. Intayin inchki maşallah tabarakallah. Ve tesviye ba'zida xabar jumlaning o'rniga insho keltirish nima uchun bo'ladi desa, tesviye barabarlashtirish uchun. Masalan, Enfiqu taw'an ev kerhan la yutaqabbal minkum deydi. Enfiqu sila qo'yi chiqim qilinglar, qo'yi itoat qilib, rozimanlik bilan chiqim qilinglar, qo'yi majburiy zo'lan yomon ko'rib majburiy chiqim qilinglar. La hargizmiz baribirdir. Sizlarning hargizmi qabul qilinmaydi degan yerda enfiqu taw'an ev kerhan la yutaqabbal minkum. Asli enfiqu taw'an ev kerhan degan enfiqu degan yerda nima keladi demak enfiqu cümle inşa keltirdi. Qanday qilish kerak desda? Jumla xabar kelish kerakdi. Yani anfaqtum taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum degan model deyish kerakdi. Nima uchun bu yerga jumla inşa keltirildi? Tasfiya uchun. Tushunalmi? Yani sizlar xuddi nima deb bundan toptonsa masalan Sura Baqaraning boshida sawa va sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum. A anzartahum da qanday qadada? Em lem tunzirhum. Deb aşağıda asli fiil madi kâdideki aşağıma istifham gap kaldı. İstifham.
Yani cümle inşa keltirish orqali nima foyda ifodalanadi aniqra? Tasfiye ifodalanadi. Aytadimi? Savaun alayhim enzartahum em lem tunzirhum demaydim dedi. Enzartahum deb adim bilishkadi. Ashadagi hamza nima deb ataymiz? Hamza tasfiye deymiz shunimi. Chuqum cümle xabariyani tasfiyaga aylantirish uchun nima bo'lish kerak? Bir cümle inşaiye bo'lish kerak. Ya istifham bilan yoki bilan fi'l amr bilan. Tushunarmi? Anfiqu taban va kalam shadiki savaun degan ma'noda shakl tushunadi. Yani savaun alaykum anfaqtum taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum degan bo'ldi. Va minha endi shu muqtada zohirning chiqishidan qatorlardan al-izmaru fi maqam al-izhar. Bu makja qildi, qo'ygan yomonja qildi. Ya'ni izhar oshkor keltirgan yerda zamir keltirmiz, zohir bariz keltirgan yerda ismni zamir keltirib qo'yish. Masalan, nig'aradan biror g'arazini chitadin. كالدعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن مثلا ضميرنا مرجع قايد الغان يري ذهن دا متكلمنا ذهن دا دوام حاضر ديجنا دواقع وخشش كقول الشاعر مثلا شاعرنا قول وخشش مثلا شاعر نبدأ دا متنبي نجيل كم أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء مش هذا نبدأ Üzdeki mahbubisinin ki gebini tanlap ebed degan nima? Demir ayol kishi mahbub, yaxshi ko'rgan ayoli qaytadi demir. Ebed degan mening mahbubam demoqchi ko'ngildagi. Ya'ni beshida uning zikri yo'q. Mening mahbubam yaxshi ko'r, davomli zihnimdan ketmaydigan mahbubam kallamda bor. Shu kallamda bo'lganlik uchun nima ketmasam bo'ldi bunga bir ilgari so'zlab kelgan idmar qabla zikri olmaydi. Men qalbimda bo'lganligini hisob. Siz bilmasangiz bo'ldi, men bilman deydi. Ebed. U deyapti. U visal men bilan kurashishga maxafatar ruqaba deganga raqibni ko'rsatgan. Yani kuzatchilarning, maroqchilarning qo'rqib, boshqalar kurab qolamiz degan qo'rqib nima qildi? Unimi deb ko'rish kerak. Unimi de va atatka amma seni yanıga tahta madari'iz zalma. Madar degan midra degan chapan, qishtiq kelgan chapan. Qishtiq kelgan chapan, po'payka chapan degan gap. Zalma degan qorong'u, ya'ni qorong'u tun qorong'uning chapanlari. Tün qarang'uning chapallarining ostida degan gap, ya'ni tumdal qarang'uning ichida sen bilan ko'rishga keldi. Degan yerda atatga abad, abad degan fe'lni beshta bir ismini, mahbubaning ismini zikr qilmay turib keltirdi. Nima uchun desa, chunki buni kalisi davomli bor ekan. 360 kun kalisi ketmaydi ekan. Shuni ifodalamoqchi. Shunda shu mening zihnimdan hech qachon chiqib ketmaydigan u, ya'ni meni so'ygan yarim men boshqa ko'rib qolaman degan qo'rqaman bilan ko'rishga kelganimdi, lekin sening qishingga kechilikni ko'rishga keldi dedi. Al-fa'ilu mishadiki fa'il atat degan fa'ilisi damirun bir damirki ve lem yetaqaddam lahu marji'. Uniki bir qaytadigan yeri badi ilgari o'tmagan, ism o'tmagan. Fa muqtada zahir asl muqtada zahir nima edi? İzhar edi. Yani mesela ismi Hindun bo'lsa mesela abad Hindun al-wisal deyish kerak deydi mesela. Anladın mı? Ama bazıda ve temkini ma ba'da zamiri fi nefsi sami'. Yani anlıqçılıki nefsiga ve temkini ma ba'da zamiri fi nefsi sami'. Gapni anlatuvchining ko'ngliga demirdin zamir yani almashdin kiyimki narsani makon oldirish, o'rin oldirish uchun keladi. O'rlashtirish uchun. Masalan, litashawwuqihi ilayhi. Avvalan unga bir ishtiyoq tortqizish uchun masalan, qanday desanglar, hiya nafsu ma hammaltaha tatahammalu. Mishada mutanabbi nima deyishgan? Hiya nafs ma hammaltaha tatahammalu. Bir şeyin başı bu. Uzun bir şeyin bu şeyin başkalısı uchun olma. Hiya nafs. U degan bir nafs. Ma hammaltaha degan madamiki sen o nefsinin tüfsiga ishni otiversan, yukni otiversan tatahammalu ko'taraveradi. Bardashlik beraveradi. Nafsga bu bir kuchli narsa. Sen bunu cheniq tursan, cheniqib nayt yaxshilab ketadi. Tashlab qo'ysang o'rnida biddas kalbim chiqadi o. Degan yerda hiya nafs deb keladi. Hiya deb oldin ola nafs deganni tilga olmasdan hiya degan damir qissa. Buni nima deymiz? Nahv qoidasida damir qissa deymiz. Damir qissaning qissa degan so'zning o'rniga hiya deb damir keltirib nima qilish uchun? Angli odamning ko'ngli texim qattiq urilashsin va nimaga bu deb qolib ishtiyoqda olsin deb. Masalan, qul huvallohu ahad oyatda. Qul danki hu, ya'ni u Allah'tır. Yani o bir Allah'tır. Mesela tasavvuf ehli şu hu deb zikr etadi. Hu, edeb ya hu. Demiş hu deydi. U diye nima yapsa? Çünkü Allah'ın aşıklarının kalbide devamlı
Allah Teala'nın zikri var. Yatsı kopsa ellezine yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Yatsı kopsa yürse devamlı Allah'ın zikri kalbide boğan dikin buna şu hu deydi şu. Hu deydi kan gitmiş kan. Anladın? Hu degen şu tasavvuf ehlinin zikrinden en uludun biri. Bu şumun bir şey balagat kaysına ilangan kaide. Huvallahu ehad. Hu yani hemimizin zihnimizdeki Allah bir Allah'tır diyen oldu. Bir şeyde hu degen şen, damir şen de batırdı bir şeyde. Damir şen. Şen degen sözün onuğa hu degen ne? Damir keltirdi. Bu şu damiru şen. Yani şallık söz şu ki, demekçi boğan şallık söz şu ki Allah yekki ganedir demeliyiz. Bunu kendine mesela ni'metil mizen el mueddebu. Bir şeyde ki ef'al medehniki ni'me diye ef'al medehine var. Bu ef'al medehniki nemese faili. Ni'metil mizen huve. Diyen ki huve ne kılındı bir şeyde hazf kılındı. Ni'metil mizen huve el mueddeb. Nemişka yani asıl zahir ki huve de zahir kat üçkeyektir damirini. Zahir kat benim katı hazf kılıp katı. Neme üçün dese aşınmeniki anlamak üçün ki köngülde takım yaxşı urunasında. Ni'metil mizan huve el muaddeb diye muaddeb muaddeb adam nisbetiyle muaddeb bek yaxşı okuğucu. Bir mirza ni'metil mizan bir mirza da koysam aslında ni'metil mizan huve bir mirza diye oldu. Nemiş ki huve dememizse takımı bek anlamak üçün ki kalbide iştiyakta tutuş ve uğruna ağız üçün. Ve aksuhu bunun aksi muhteza zahir el-huruc minel huruci el-muhteza zahir. Zahirin takazasının çıkışına katardı bunun aksi mu. Yani abayını bir dök zahir katurgan yagi zemir katuruştuk ma hem de demir katurgan yagi zahir katuruş mu? Asli haletine takazasının çıkış mesela. Ay el-izharu fi makamil izmar. Zemir katurgan yagi aşkar katuruş. Li garadin birer garazdan istedin. Ketakviyeti dahil imtisal mesela. Nemiş kadısa boysunuşku boğan boysunuşka türkü bulunduğun sebepini amilini güçlendiriş için. Mesela ki kavlike li abdik senin kulunga mı da dinin okşaş. Seyyiduke ya'muruke bikada. Mesela ben hocayım. Aldığımda bu kul turuptu. Bu kulga seyyiduke ya'muruke bikada dedim. Aslında ne diyeceğim gerekti? Ana amuruke bikada. Ana amuruke dedim. Mesela bunu burayım desem bulattı. Anda demiş seyyiduke ya'mur bikada dedim. Ne diyeceğim ya? Yani anında kalsam onda bana sel bir inkar, sel bana boysunmaydigan, bana iman boysunmaydigan bir haletlerni ko'rgan aldığını nima deyman? Sizning xo'jayinimiz bo'lyapti boshqa, men sizning xo'jayinimiz qul. Sizga anda o'z beshingiz ish qilishingizni huquqingiz yo'q deganda bo'ldi gap. Shunda yerda nimani o'rniga damirni o'rniga ismi zohir keltirdi. Va minha va uni qatorida iltifot masalan. İltifat. Ve minha iltifat. Hem de şunun qatorida nima? Yani aşı asli qoidadan chiqib chetlashdagi qoidasidan qatorida iltifat. İltifat da bir qoida var. İltifat nima? Ve huwa naqlul kalam min halat takallum. Mesela iltifat degan tunagan dersin bir ders dedik ha. Mavhumni isim tutma. Yani tek bizde şu holat var. Birinchi qiz, ikkinchi qiz, uchinchi qiz. Birinchi qiz degan so'zlig'ichi. İkinci qiz degan so'zni anglag'uchi. Tinchug'uchi. Üçüncü şahs şu söz degan yok adam. Arapçada birinci şahs mutakallim. İkinci şahs şu muhatap. Üçüncü şahs şu g'oyib. Tushunarmi? Buni bilaman. Mush üç holatki bir holatdan bir holatga o'tkazish. Bir holatdan bir holatga o'tkazishni nima deydi o? İltifat deb ataydi. Mesela menda da o'tsam mesela o'quvchi degan yaxshi o'qish kerak. Dars vaqtida uxlamaslik kerak deb tursam, men o'quvchi demisi uxlayversin deb deyman. Siz uxlamasligingiz kerak deb qo'yman. Nimishqa gapni yetkayman? Bu xiyoli men bu gapni ustoz bilan odamga xudoga o'xshaydi deb o'ylab qolsa nima deymiz? Sizga da'vat men bu gapni deb nima qilib foydasi bor? Tushunarmi? Bunda foydasi bor. Ya'ni masalan iltifat va huwa naql kalam min halat takallum mutakallimning holatidan yoki muxotabning holatidan yoki birinchi shaxslikdan yoki ikkinchi shaxslikdan yoki uchinchi shaxslikdan yana bir holatga, ya'ni ikkinchi yoki uchinchi shaxsga o'tkash. Bir-biriga o'tkash nima deb ataladi o? Min zalika holatlarning biriga o'tkash iltifat deb ataladi. Foydasini topadi masalaga. Fan naqlu min at-takallum min al-khitab masalan. Birinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tkashning misoli. Birinchi shaxsdan deb qo'yib tushunasizmi o? Tushunasizmi bo'ldi. Birinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tkashning misoli masalan nima dedi suriyasida
Ve ma liye la a'budullezî fetarani ve ileyhi turcaun. Yani meni yaratgan zatga ibadet qilmag'ili manga nima bo'ldi? Nimish qilib yaratgan zatga ibadet qilmaydi ekanman? Ve ileyhi turcaun. Sizlar o'tayib qaytiriladigan tursanglar dedi. Bir şeyde asli nima deyish kerakdi? Ve ileyhi urca'u deyish kerak. Çünkü sözün başı nima? Meni yaratgan Allohga nima uchun ibodat qilmaydi ekanman? Men o'tayib qaytiriladigan tursam degan bo'lsa, jumlaning başida munosib kelgan bo'ladi, lekin bu yerda Habibun Najjar anda demaydim dedi. Men o'tayib meni yaratgan zotga ibodat qilmaydi, nima uchun ibodat qilmaydi ekanman? Sizlar o'tayib qaytiriladigan tursanglar degan gap, ashadagi holat nimaga taqozo qilyapti u? Ularniki uning gapiga ishonmay Habibun Najjarni o'ltiraman. Habibun Najjarga aziyat berman deb turayotganligiga qarab, men nima uchun uning ibodat qilmaydi ekanman demoqchi bo'lgan gapim asli yüzemga demoqchi emas bu gapni. Chunki men Allohdan boshqa tabiiy ibodat qilmayman, sizlarga da'vatman. Men inshaalloh oxiratga ham Alloh menga rahmat qiladi inshaalloh. Sizlar jahannam azobiga kirmizib sizlarga da'vatman bu gapni demoqchi. Tushunammi gapni? Demoqchi. Uni kenidan masalan va min at-takallum ila al-ghayba. Yani birinchi shaxsdan uchinchi shaxsga o'tkidish bor. Masalan, inna a'taynaka al-kawthar. İnna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Mishadda panglachu hozir qanday o'tyapti? Men menda o'tdi birinchi shaxs, uchinchi shaxs o'tkazaydi. Inna a'taynaka al-kawthar. Biz sizga Kawsarni berdik deydi. Demak, a'tayna deganda birinchi shaxs. Biz berdik deydi. Fasalli li rabbika wanhar. Uchinchi shaxs o'tkazdi deydi. Qanday o'tkazdi uchinchi shaxs kimda? Ula panglachu. Kimda paqdi? Fasalli bimizabak de paqincho. Wanhar uchinchi shaxs qanday o'tkazdi bu yerda? Ha? Qanday deysiz? Mutakallimni g'oyibga o'tkazdi deydi. G'oyibga degan g'oyib sizlar emasmi? Ha, tamam, sizlar hozir muxotab o'tib ketdi deb o'ylaysizlar. Lekin biz sizga ko'pni berdik. Berdik gap atayna biz. Alloh taolo biz degan gapni nima deyapti u? Rabbga o'tkazgan gapni. Aslida nima deyish kerakdi? Fasalli lana. Biz deganki beshga uyg'un kela olsa, munosib kela olsa, fasalli lana wanhar lana degan bo'lsa bo'ladi. Adadmay? Endi fasalli li rabb dedi. İsmi zahir nimaning o'rnida? G'aybatning o'rnida. Masalan depadim ya, 5ta. İsmi zahir nimaning o'rnida turdi? G'oyibning uchinchi shaxsning o'rnida turdi. Rabb degan gap u degan nima o'rnida turdi. Tushunarmi? Buni qalin eshitish kerak. Va min al-xitobi ila at-takallum. Ba'zida muxotabdan mutakallimga o'tkazgan bor. Qavli shoir, masalan, shoirni qilgan ikkinchi shaxsdan birinchi shaxsga o'tkazgan bor. Qavli shoir, shoirni qavliga o'xshash masalan, atatlubu wasla rabbatil jamali ve kad saqatal mashibu ala qazali. Hey, sen rabbatil cemal, sahibul zatil cemal da otudu. Yani güzellik ilgilerine yetişine oylavatım sen. Güzellik ilgilerine yetişine talep kılatırsan kime güzellik ilgilerine ya? Kime güzellik ilgilerine ya? Ayal kişi. Erkek nispeten kim uzkunlu da o? Ayal kişi uzkunlu, erkek uzkunlu bir erkek kişi. Yani güzellik ilgiler diyen gap, yani nazınıllah diyen gap. Nazınıllah'ını yine bir kutun edişi oylavatım sen hazır kıca. وَقَدْ سَقَتَ الْمَشِيبُ عَلَى قَذَالِ. Meni qadal degan ya, şundan qadal. Çaşning oq tiripi. Chechimning oqisqa oq tuki tushib bo'lgan tursa deydi. Nima demoqchi ekan? Beshtikada besh o'ylagan odam bilak odam gap qotgancha deb o'ylab qolsa, masalan, mayda shoirim deyotdi, bu gapni o'zimga deyapman deydi. Bu gap narsa o'zidan bir nafsni oldiga olib qo'yibdi, bizga tanbihlayotgan ekan. Shuning bilan anglagan odamni bilak odamga degida o'xshaydi desa, o'zimga deyapman deydi. Ya'ni sen qilib qolding, saqling astag'firullohga yetdi. Yine xudini keyin qo'g'lamsa, xudini demsa, yetam deb ibodat qil. Shahvatni keyin kiyma demoqchi ekan. Va minha tajahulul arif. Endi bu shu muqtada zohirdan chiqishniki o'rinlardan biri arif, ya'ni biladigan odamning, bir narsani tunadigan biladigan odamning tajahul degan bilmaslik qiyofat kiyaverishi. Biladigan odamning bilmaslik qiyofat kiyaverishi. Masalan, va huwa bunda deganimiz ay suqul, yoki savqul ma'lumi masaqa g'ayrihi. Ma'lum bo'lgan narsani noma'lum narsani keltirishga keltirish. Ma'lum bo'lgan narsani noma'lum narsani keltirish. Li g'aradin, biror g'arazdan jetidan. Tavbih, masalan, tanqidlashga o'xshash, masalan, tavbih degan ayplash, tanqidlashga o'xshash. Masalan, aya shajaral khaburi malaka muriqan
keenneke lem tecza' ala ibni tarifi deb she'r o'qitgan. Nishada Hujjaj ibn Yusuf Saqafi bir ayolniki bir binti Tarif deb, Tarif deganning qizini, Layla binti Tarifning qarindishini Velid bin Tarif degan kishini o'ltirib o'tgan ekan. Hujjaj yomon jaqadan o'ltirib o'tgan bo'ldi. Zulm o'ltirib o'tgan ekan. O'ltirib o'tgan chaqda mushu qiz bola o'zining aksininiki o'limiga marsiya o'qib degan ekan. Ya aya shajaral Xabur. Xabur degan Diyarbakir degan, ya'ni Diyarbakir deganni bilasizlar. Diyarbakirda bir yer bor shu. Yoki nimada shu Suriyada bir yer bo'lishi mumkin. Diyarbakir degan yerda bir oqadigan o'stan ismi ekan Xabur, daryo. Xabur degan bir daryoning ismi ekan. Ey Xabur daryosining daraxtlari, shajar. Ey Xabur daryosining daraxtlari, malaka muliqa. Sen nima uchun yupurmoqchi qilasan? Nima uchun g'azon chiqarasan? Nimada tukhriju al-awraq deydi. Sen nima uchun g'azonlaysan? Keenneke lem tecza' ala ibn Tarif. Xuddi sen ahvolni qaraganda sen ibn Tarif, meniki qarindishim, Valid ibn Tarif, ya'ni mening qarindishim qat'i için og'rimagandek turdi, ha? Deb marsiya o'qitgan. Qarasanglar bu yerda bu daraxtning nima ishi uniki qarindishilar? Daraxt degan jonsiz narsa, unda hissiyat yo'q. U bilamdi uni. Nima demoqchi bu yerda bu? Xuddi bilmaydigan narsani, bildigan narsani uni qo'ydi bu yerda. Nima uchun desanglar bu yerda tanqidlash uchun, kim tanqidlash uchun? Shu yerdagi aholini, shu yerdagi ulug' tuqqan, shu Xabur daryosi bo'yidagi shu Valid ibn Tarif bilan birga o'tgan kishilarning Valid ibn Tarif bilan kelsa hech kim gapirmay hali yurib o'zining ishini qilib qarab echinib, hay, mening akam sizlar uchun shuncha yaxshilik qilgan, xuddi mushu nimadek, mushu jeni yo'q, jonsiz daraxtlardek xiyol o'zinglarning ishini qilib o'tsizlar, o'zinglarning tijoratini o'zinglar qilasizlar. Hey, vafoni harakati bu dunyoda demoqchi. Qattiq tanqid qilmoqchi odamlar. Shunaqmi? Fasohat demush. Va minha uslubul hakim. Endi buni qatoridan uslubul hakim masalan. Uslubul hakim deganimiz va huwa talaqqi al-muxatab masalan. Muxatabniki bighayri ma uslubul hakim masal uslub deb berdim. Dana uslub berganni. Esingizda bormi? Dana uslub deganda o'tgan so'z deb berdim. Ya'ni va talaqqi al-muxatab, ya'ni so'z anglag'uchining o'zini kutib turgan javobning g'ayrini qabul qilishi. Ev yoki so'rag'uchining o'zining talab qilgan suolniki g'ayrini topshirib berishi. Nimishqa tanbihan ala annahu al-awla bil qasd. Ya'ni nimaga eskartish uchun? Chunki berilgan javob sizning so'ragan savolingizdan avlaroq. Ma'ni masal qilsangiz bo'ladi degani bo'lish uchun. Birinchisi masalan yakunu bihamlil kalami ala xilafi muradi qailihi masalan. Qanday bu ikki xil o'ylan bo'ladi. Birinchisi kalamni buni deguvchining muradining xilofiga hamla qilish bilan bo'ladi. Masalan, ka qawli al-Qaba'thari lil Hajjaj. Qaba'thari Hajjaj ibn Yusuf Saqafiga bunday degan ekan. Va qad tawa'adahu bi qawli. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi Qaba'thariga bunday deb tahdid qilgan ekan. La ahmilannaka ala al-adham. Men seni qarining ustiga mindirman degan ekan. Buni nega gap kelsanglar, Qaba'thari degan bir odam bir qancha odam bilan bir uzun vaqtida, ko'p uzun vaqtida bir balandlikda o'tirib, qanam Hajjaj degan bunda zolim deb Hajjajning gapini qilishsa, unda degan Hajjajning men nima qilsam, Hajjaj Allah uning yuzini qora qilib etsin. Andin Allah uning bo'ynini bir uzib etsam, qinini issam degan ekan. Degandan shunga bu gap bilan Hajjajning quloqiga yetib beribdi. Chaqimchilar deb bo'lib turgan. Degandan keyin Hajjaj keltirib bilan men seni adhamga mindirman degan bir kishan, tumur, qora tumur, zanjir bo'yin solgan zanjir kishanlarni demoqchi. Sana zanjir kishanlarni silib, seni turmaga sulab tashlayman deb tahdid qilganda nima degan ekan? Qaba'thari degan noyat gap qilsa ekan bu. Mislul amir yahmilu ala al-adham wal ashhab. Amir o'zlaridek amir degan adham qiraat qilma mindirdi, ashab chaat qilma mindirdi. Adham degan gap ya'ni gapni bilamizlar. Kishan turmaga Suleyman degan gapni nimaga aylantirdi? Adham degan qiraat, xayl aswad, faras aswad. Qiraatga ashab degan oqchaat, ya'ni iqvoat degan. Sizday amir degan xolisa qiraatga mindirdi, xolisa oqatga mindirdi deb shunday dedi. Faqala Hajjaj uning dediki, aratul hadid. Men hadidni da'vatiman.
hadid degenge bas bu demekçi onun tümür demekçi, tümür. Tümür bekler, tümür demekçi. Ben tümür demek, hadid demekçi ben diye dese, kabaseri ulatlandım dedi. La en yekune hadiden hayrun min en yekune belida. Yani ki hadid de hem de mesela seyfun hadid dedi o yüzden. Zu hidde mesela. Ötkür, ittik degenge. O mindirgen atnan, siz bana mindirip koyduğun atnaki hadid degenge ittik boğunu. Bu da çoğu da boğucu, şunu işte boğucu mağdıran ötkür ittik boğunu belit yani köp kamçına sazımı mağmaydıgan doz. Dezma boğunu yakşı, vurun boğunu yakşı. Da geldi bir de bizi hadid degen gapni bilgeyin ha. Başka bana ötküvetti, örvetti. Şunun olan Haccac aşağıda külüp gitti, fevlattı. Sana at minip kaydap, attım beni bir, atkı minip yani ki. Bunda gap, til fasahatlen cennet kusur adam kemal. Eradel Haccac müşahede bil edhem bilen kayd. Kolu sadığı kişen, çitelerini iradı kılan, zencir kişenlerini iradı kılan idi. Ve bil hadid, tümür bilen Medinel maksus, maksus buğan Medinne. Yani tümür iradı kılan idi. Ve hamelehuma ama kabaseli bu ikisine alel felesil edhem kara atka yani leyse beliden dezmalemez nayet çoğu da boğucu çapıdığan nayet çaş atka hamle şunu yatkuzdu. Ve thani ikincisi yakunu bi tenzili sual. Sual ne? Menzilede sualın ahir. Yeni bir sualın ornu uçuşlan bulundu. Yani bir adam sual sokan olsa bu sual ne? Yani bir münasip olan bir sualın ornu uçuruş. Lihalet sail. Sorucunun haletine münasip kıldıgan yeni bir sualın ornu uçurup. Bir adam bir ikisini sual sorarsa aslında bu sualdan siz onundan sormay, manından sorgan bolsan yaxşı boladi dep, onaga kerk bolgan, münasip bolgan cevapni bilish shunda bitiladi. Usulul hakim da bitiladi. Bu Kur'an demek. Mesela Allah Teala'nın kavlida yes'alunaka anil ahilla. Ular sizden ahilla yani hilal aydın surap keldi o. Yani ay degan asıl nede surap kelgende ay nemiş qilib septi kichik chiqdi o. Keyin yumaloq qolab tulan ay bo'lib, keyin inikchilab ketadi deb so'ramoqchi. Allah Teala dedi ki kul hiye mevakitu linnas vel hac. O kul hiye bu hilal ay degan nima? Ay degan mevakitu linnas. Kişilerge ve hacga kişiler için ve hac için koyulgan bir vaqtdir bu. Kişiler vaqtlarini bilsin. Hacning ibadetinin vaqtini bilsin deb endi kichik cho'ng qilgan qilib bergan. Deb javob berdi. Sa'ala ba'du sahabelerinin bazı Peygamber Aleyhisselam'dan ma ba'lul hilal. Ayının ahvalı qandaq. Yebdu daqiqan desepte kichik inçki görünüdü o. Sonra andaki asta çoğuyup hatta bu tulan ayga aylanıdı. Andaki yeni kemiyip aslındaki de halet kaytıdı o. Kema bede dep şunda da soraşkanda cevap kelgen ki enil hikmetil muterattebeti ala zalik. Cevap bunun haletinin kemel. Cevap bu ayının haletinin kemel nemeden? Şu ayının şu haletinin kelip çıkıdığan hikmettin kelgen idi. Anladın? Şu ayının şuna haletinin kelip çıkıdığan hikmetki cevap kelgen idi. Liennaha çünkü bunun hikmeti asıl uçuşun muhim idi. Allah Teala kıyamet gününden aynı için anda bulurken de astronomiye bilimini sormaydı. Belki muş ayda kılınan emel ibadetini sormaydı. Fenuzzile sualuhum en sebebel ihtilaf yani fenezzele Allah Teala ulanı fenezzele sualehum en sebebel ihtilaf Allah Teala ulanın bu ayının her kıl buluşudaki sebebinin boğan sualini menzilete sualen hikmetihi diyen aynı ki nime sebepten aynı anda muhtelif buluş sebep emez belki bunun muhtelif buluşuna hikmeti nime bunda buluşuna hikmeti nime diyen sualının onu düşürdü. Şunu cevap verdi. Ve minhat teglib bunun katarının teglib mesela. Yani muhtada zahirin çıkışının katarının böyle teglib. Teglib de bir kaydı var. Teglib diyen gel az sallıklı köp sallıklı içi gitti kılıç. Ve huve tercihu ahadi şey'ayni alel ahar. Yani iki şeyinin birini yeni birliğe güçlendiriş. Fi itlaqi lafzihi aleyhi. Onun lafzini onun üstüki işletişte mesela. Keteglibil muzekkeri alel muannes. Mesela muzekkerini muannesi teglib kılış kokşaş. Allah Teala'nın kavlida ve kânet minel kânitin. Meryem Aleyhisselam'ın Allah Teala'nın maktab kanitlar neydi? Kanitat demi kanitinde koydu. Demiş ki çünkü kanitlar köp. Kanitlar yani erkeğin içinden çıkan sahalar köp çıkardık için şunu içi kıvvetti. Yani mükemmeller içi kıvvetti. Ve minhul ebevan mesela. Ebevan de kilodu bu müteglib kaidesi. Yani manisi biz tercüme kılanda ebevan de kıyas iki dadısı da tercüme kılmayız. Ata anası da tercüme kılmayız. Ata anası da. Ve keteglibil muzekkeri vel akaffi ala gayrihima ve muzekker ne? Ya ki tilgi yengilrak ne? Bu ikisinin gayrige teglib kılan okşaş mesela.
El kamereyni deb keladi. Kamereyni deb kelsa eş-şems vel kamer. Ay kun degan bo'ldi. Kamer muzakkar. Muzakkar bo'lgandan keyin muzakkarni tilg'adi, muannasni tushirib qo'ydi. Muannasni muzakkarni ichiga tiqyapti. Va masalan Umarayni deb keladi. Umarayni deb kelsa Abu Bakr va Umar degan bo'ladi. Nimishqa Abu Bakr Umar Abu Bakrni afzalmati yo'q. Abu Bakr tilg'i ig'ir. Arabcha. Umar degan demak oson, shu yengil tilg'i yengil tilgan gap. Val aksar alal kul. Ba'zida ko'p sonliqni oz sonliqni ko'p sonliqni hammasini ichiga tiqib, hammani ko'p sonliqni deb hammani irada qilish. Hammani ko'p sonliqni ichiga tiqib o'tish masalan. Buni neymiz? Oz sonliqni ko'p sonliqni ichiga tiqib o'tish deb ataymiz. Masalan, la nukhrijannaka ya Shuayb wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina. Ya'ni ey Shuayb, biz seni va sen bilan iymon etganlarni yuzimizdan chiqarib o'tamiz yoki sizlar bizning millatimizga qaytib kelasizlar dedi. Mishada Shuayb alayhisalom taglib hukmi bilan fi la ta'uduna fi millatina ichiga kirgizildi. Yani az sonliq, ko'p sonliqni ichiga kirgizildi. Ma'a annahu shuni bilan milliki lam yakun fiha. Shuayb alayhisalom hargizmi nimada emas edi? Hargizmi ularning millatida emas edi. Hatta yavuda ilayha degan gap, uning millatiga qaytqili hargizmi uning millatida emas edi. Va kataglibil aqili ala ghayrihi. Va masalan, aqlli odamni aqlni g'ayr uqalaniki masalan g'ayr uqalani aqlning tahtiga daxil qilib tiqib o'tish masalan. Allah Teala'nın elhamdülillahi rabbil alamin degan qavli o'xshash masalan. Asli Rabb alamning ko'pchilikni avalim. Avalim degan o'rnida alamin deb g'ayr bilma. Jami muzakkar salim shaklda alamun alamin degan shaklda keltirdimi? Bunda deganligi ya'ni boshqa g'ayr uqaloqlarni musliminiki aqllarning ichiga, uqaloqlarning ichiga taqlib bilan tiqib o'tdi. Hammaning Rabbi degan bo'ldi. Aqli va aqli yo'q hamma narsaning Rabbi degan bo'ldi. Shuning bilan bilganki bizning ilmul ma'ani babımız tugidi. İnşallah keldiğin hafta ilmul bayandan başlayamiz. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.